Bugun sizlar bilan suyaklar mavzusi haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni insondagi tayanch harakatlanish sistemasi. Suyaklar inson organizmida turli xil vazifalarni bajaradi. Bulardan biri tayanch yoki harakatlanish bo'lishi mumkin. Insonni harakatlanishida suyaklar muhim rol o'ynaydi va bundan tashqari muskul to'qimamizga, ya'ni inson organizmini go'shtli qismiga tayanch berish vazifasini bajaradi. Ya'ni bir tasavvur qilib ko'raylik, bizni tanamizdan suyaklarni polni chiqarib tashlasa, qolgan qismimiz yumshoq to'qima yoki go'sht massamiz qoladi. Go'sht massasi esa shunday insonni gavdasini shakllantirib turadigan qism, ya'ni tik turishni vazifasini bajara olmaydi. Ya'ni go'sht tikka turmaydi. Bu yumshoq narsa. Shuning uchun tayanch harakatlanish sistemamizda asosan suyaklar muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari bosh miyamiz, yurak, o'pka va boshqa organlarimizni himoya qilish vazifasini ham bajaradi suyak. Xo'p, endi inson organizmidagi suyaklar bilan yaxshilab tanishib chiqsak. Butun tana yuzamizni birma-ketin tushuntirib o'taman. Birinchi bo'lib boshdan boshlaymiz. Boshimizda asosan 23 ta suyakdan tashkil topgan bo'ladi. Bu suyaklar ikki qismga ajratilgan bo'ladi. Ya'ni kalla va yuz suyaklari. Kalla asosan 8 ta suyakdan tashkil topgan bo'ladi. Yuz esa 15 ta suyakdan tashkil topgan bo'ladi va umumiy boshimizda 23 ta suyak bor. Boshimiz to'g'ridan to'g'ri umurtqa pog'onamiz bilan tutashgan. Umurtqa pog'onamiz 33 yoki 34 ta suyakdan tashkil topgan bo'ladi. Bu suyaklarni birma-ketinlikda tartib bilan bo'lib chiqsak, bulardan bo'yin umurtqalari 7 ta, ko'krak umurtqalari 12 ta, bel umurtqalari 5 ta, dumbaza umurtqalari 5 ta, dum umurtqalari 4 yoki 5 ta bo'lishi mumkin. Hammasini umumiy qo'shganimizda umurtqa pog'onasida 33 yoki 34 ta suyakdan tashkil topgan bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari bizni yelka qismimiz, ya'ni qo'l qismimiz bilan gaplashib chiqamiz endi. Bizni erkin suyaklarimizni mana shu umurtqa pog'onasiga tutashtirib turish vazifasini bajaradigan suyaklarni biz yelka kamari deb nomlaymiz. Va inson organizmida ikki juft yelka kamari bor. Bir jufti bu umbrov suyaklari. Umbrov suyaklari yelka kamarining bir qismi hisoblanadi. Keyingi bir jufti esa kurak suyaklari hisoblanadi. Va mana shu kamar suyaklar yordamida erkin suyaklar umurtqa pog'onamizga tutashib turadi. Xo'p, qo'lni erkin suyaklariga o'tamiz endi. Qo'lda yelka 2 ta bo'ladi. Bilak tirsak umumiy 4 ta. Bizni bilak tirsagimizdan keyingi qism, mana shu qism kaf usti suyagi yoki bilak uzuk suyak deb nomlanadi. Mana shu suyagimiz 2 ta qo'lda umumiy 16 tani tashkil etadi. Bilak uzuk suyagimiz to'g'ridan to'g'ri kaf suyagimizga tutashgan bo'ladi. Kaf suyagi qo'lda 10 donani tashkil etadi va kaftimiz eng oxirgi qismi barmoqlar bilan tugaydi. Insonni ikkala qo'lidagi barmoqlarning umumiy suyaklar soni 28 tani tashkil etadi. Keyingi qism, ya'ni biz erkin suyaklar bilan tanishib bo'ldik va ko'krak qafasidagi suyaklar bilan tanishamiz. Ko'krak qafasini asosan to'sh, qo'rg'a va ko'krak umurtqalari tashkil etadi. Ko'krak umurtqalarimizning soni 12 ta edi va shunga monand ravishda bizda 12 juft, ya'ni 24 ta qo'rg'amiz bor va mana shularni tutashtirib turuvchi bitta dona to'sh suyagimiz bor. Umumiy ko'krak qafasimizda 37 ta suyakdan tashkil topgan bo'ladi. Bizni bel qismimizdan tepasidagi suyaklar bilan tanishib bo'ldik. Endi oyoq qismimizga tushamiz. Oyoqni erkin suyaklarini
umurtqa pog'onasiga tutashtirib turuvchi suyaklar mavjud va ularni biz oyoq kamari deb ataymiz. Oyoq kamari insonda chanoq suyagi tashkil etadi. Chanoq suyagi bu oyoq kamari hisoblanib, u 2 dona bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari oyoqning erkin suyaklari bilan tanishib chiqsak, bularga son 2 ta, boldir 4 ta, tizza qatqog'i 2 ta, tovon 14 ta, kaft 10 ta, barmoqlar 28 ta. Mana shu barcha suyaklarimiz oyoqning erkin suyaklari hisoblanadi va bu ikkala oyoqdagi umumiy suyaklar soni. Xo'p, biz inson tanasida bo'ladigan barcha suyaklar bilan tanishib oldik. Endi ularning soni bilan tanishib oldik. Endilikda shularni tuzilishiga ko'ra turlarga bo'lib chiqsak. Inson organizmida tuzilishiga ko'ra 4 xil suyak turi mavjud bo'ladi va bulardan birinchisi naysimon suyaklar hisoblanadi. Naysimon suyaklar asosan 2 ta turga ajratiladi. Uzun naysimon yoki kalta naysimon. Xo'p, uzun naysimon suyaklarimizga yelka va bilak tirsak, shu bilan birgalikda son va boldir suyaklarimizni kiritishimiz mumkin. Demak, yelka suyagimiz 2 ta, bilak tirsak 4 ta, 6 ta qo'ldan naysimon suyaklar chiqdi. Oyoqdan 2 ta, boldir 4 ta, yana 6 ta suyak oyoqdan chiqdi va umumiy qo'l va oyoqdagi naysimon uzun suyaklarning yig'indisi 12 donani tashkil etdi. Endi naysimon kalta suyaklar, ya'ni ikkinchi turi bilan gaplashsak, naysimon kalta suyaklar qatoriga qo'l va oyoqning kaft va barmoq suyaklarini kiritishimiz mumkin bo'ladi. Qo'l va oyoqda kaft suyaklarining umumiy soni bu 20 tani tashkil etadi. Barmoq suyaklari esa 56 tani tashkil etadi va bularning yig'indisi umumiy kalta naysimon suyaklarini sonini beradi va ularning soni 76 tani tashkil etadi. Xo'p, endilikda naysimon suyaklar, ya'ni birinchi turi tugadi. Keyingi suyak tuzilishi bu yassiz suyaklar hisoblanadi. İnsonning tanasidagi yassiz suyaklar bu tepa, ensa, yuz, kurak va chanoq suyaklaridir. Tepa suyagimiz bu 2 ta, ensa 1 ta, yuz 15 ta, kurak 2 dona, chanoq 2 dona suyaklar kiradi. Ya'ni mana shu suyaklarimiz hammasi yassiz suyaklarimizni tashkil etadi. Endilikda yassi va naysimon suyaklarimizni ichki qismida g'ovak, kovak va tig'iz qismlarga ajratiladigan tarkibiy qismlari bor. Shu suyaklarimizni mana shu qismlarda ayrim moddalar uchrab turadi va ularni turli xil vazifalari bor. Naysimon suyaklarimizni g'ovak qismida qizil ilik degan bir moddamiz bilan to'lgan bo'ladi. Ushbu moddamiz insonning qoniga, ya'ni qon tomirlariga shaklli elementlar chiqarish xususiyatiga ega bo'ladi. Ya'ni shaklli elementlar ishlab chiqaradi. Ushbu shaklli elementlar qon tomirlariga tushib, turli xil vazifalarni bajarishi mumkin va bu haqida keyingi mavzularimizda tanishib o'tamiz. Endilikda naysimon suyaklarni kovak qismida sariq ilik bilan to'lgan. Yangi qismimiz bu yassiz suyaklarni g'ovak qismi. G'ovak qismi qizil ilik bilan to'lgan bo'ladi. Qizil ilik endi bularda ozgina boshqacharoq vazifani, ya'ni qon hosil bo'lishda ishtirok etish vazifasini bajaradi. Demak, naysimon va yassiz suyaklarning g'ovak qismi qizil ilik bilan to'lgan ekan. Shu qizil ilikda naysimon suyaklarda shaklli elementlar hosil bo'lar ekan, yassi suyakda esa qizil iligida qon hosil bo'lar ekan. Xo'p, bu turlar bilan tanishib oldik. Endi keyingi turi g'ovak suyaklar.
G'ovak suyaklar asosan ikki turli bo'ladi. Uzun yoki kalta g'ovak. Uzun g'ovak suyaklar bu qovurg'a, tosh, o'mbiroq suyaklari kiritiladi. Kalta g'ovak suyaklariga esa bilak uzuk suyagimiz, ya'ni kaf usti suyagi va tovon va shu bilan birgalikda tizza qopqog'i va yana 33 yoki 34 ta bo'lgan umurtqa pog'ona suyagimizni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi keyingi tanishishimiz kerak bo'ladigan turi g'alvirsimon suyaklar. G'alvirsimon suyaklarga yuqori jag, peshona va boshning asos qismidagi ponasimon va g'alvirsimon suyaklarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu suyaklarimizni sonlari bilan tanishib chiqsak, ponasimon suyagimiz bitta dona, g'alvirsimon suyagimiz ham bitta dona, yuqori jag ikkita suyakdan tashkil topgan bo'ladi. Bundan tashqari inson organizmida tizza qopqog'i suyagi bor va uning soni 2 dona bo'ladi. Tovon suyagimiz 7 dona, bitta dona oyoqda, 7 dona ikkinchi oyoqda, umumiy soni 14 ta. Nega bu ma'lumotlarni aynan takrorlayapman? Chunki ayrim bir manbalarda yoki o'quv markazlarida o'qitilayotganda ushbu tushunchalar ozgina noto'g'ri beriladi va abituriyentlar yoki boshqa o'quvchilar noto'g'ri ma'lumot olishadi. Shuning uchun bu ma'lumotlarni aynan takrorlab, ta'kidlab o'tdim. Xo'p, endi inson suyaklari birikishiga ko'ra bo'g'imlar orqali birikishi mumkin, ya'ni bu harakatlar orqali harakat qiluvchi suyaklar bo'ladi yoki harakatsiz, bo'g'imsiz birikadigan suyaklarimiz mavjud bo'ladi. Endi harakatchan, ya'ni bo'g'im hosil qilib birikadigan suyaklar ikki xil tuzilishli, ya'ni biri botiq, ikkinchisi qavariq shaklda bo'ladi va birgalikda birikib bo'g'imni hosil qiladi va harakatchan birikishga misol bo'la oladi. Bundan tashqari harakatsiz birikadigan suyaklarimiz mavjud va harakatsiz birikadigan suyaklarimiz ham ikki turli bo'ladi. Chok hosil qilib birikadigan, chok hosil qilmay birikadigan suyaklarimiz mavjud. Chok hosil qilib birikadigan suyaklarga asosan biz kalladagi 8 ta suyakni misol qilib keltirishimiz mumkin bo'ladi. Chok hosil qilmaydigan suyuklarimizga esa asosan yuz suyaklari va shu bilan birgalikda chanoq suyagi kiritishimiz mumkin. Yana dumg'oza suyagimizni ham misol qilib keltirishimiz mumkin bo'ladi. Dumg'oza suyagimiz 5 ta, yuz suyagimiz 15 ta va chanoq suyagimiz 2 ta. Mana shu suyaklarimizni hammasi choksiz va harakatsiz birikar ekan. Xo'p, insonning suyagi o'sish yoshlari mavjud bo'lib, asosan insonning suyagi 22 va 25 yoshgacha yaxshi rivojlanadi va yaxshi o'sadi. Mana shu suyaklarimizni o'sishiga o'tgan mavzularimizda o'tganimizdek gipofiz bezining somatotrop gormoni katta ta'sir ko'rsatadi. Xo'p, bundan tashqari suyaklarimizni tarkibiy qismi bilan tanishib olsak. Suyaklarimizni tarkibiy qismi asosan anorganik va organik moddalardan tashkil topgan bo'ladi. Ularni alohida vazifalar mavjud bo'lib, anorganik moddalar suyakni qattiq qilish vazifasini bajaradi va bu moddalarga kalsiy karbonat va kalsiy fosfat tuzlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Ushbu moddalar yordamida suyak qattiqlik holatini saqlab qoladi, ya'ni qattiq va mustahkam bo'ladi. Xo'p, endi organik moddalar qismiga keladigan bo'lsak, organik moddalar suyakni qayishqoq qilish vazifasini bajaradi. Endilikda suyaklarimizni qanchalik qattiq yoki qayishqoq bo'lmasin, shikastlanishi jarayonlari mavjud. Shular haqida qisqacha to'xtalib o'tsak.
Xo'p, inson organizmida suyaklar va muskullarni to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishi mavjud emas. Inson organizmidagi suyak va muskullar pay deb ataluvchi modda yordamida bog'langan bo'ladi va mana shu paylarni turli xil holatlarda jarohatlanish alomatlari kuzatilishi mumkin. Bu esa insonga kuchli og'riq va stress holatlarini keltirib chiqaradi. Bu holatlarda birinchi yordam ko'rsatish maqsadida biz insonning pay cho'zilgan qismini iloji boricha umuman qimirlatmasligimiz kerak bo'ladi va og'riq bo'layotgan joyga, ya'ni yiriklashib shishib ketayotgan joyga biz namlangan latta yoki muz xaltacha qo'yib og'riqni oldini olishimiz mumkin bo'ladi. Endilikda suyak sinish jarayoni bilan gaplashsak. Suyak sinish jarayoni bu ikki xil holatlarda bo'ladi. Birinchisi tashqi sinish, ikkinchisi esa ichki sinish. Bu ikkala jarayonda tashqi sinish bu xavfli hisoblanadi. Chunki ichki sinish bu tashqi tarafdan qaraganimizda sog'lom suyak ko'rinishini beradi. Faqatgina og'riq paydo bo'lganligi sababli biz uni ichki tarafdan singanligini bilishimiz mumkin. Bu holat uzoq muddat davom etmaydi. Uni ayrim belgi va dorilar vositasida davolashimiz mumkin. Va tashqi sinish bilan gaplashib o'tadigan bo'lsak, tashqi sinish asosan insonning suyagi teri qismimizni yirtib chiqib ketgan bo'ladi va maydalanib ketgan holatlar kuzatilishi mumkin. Bu holatda birinchi yordam insonning ichki va tashqi sinish, suyak sinishidagi yordam suyaklarimizni umuman qimirlatmasligimiz lozim bo'ladi. Ya'ni biz qimirlatsak insonga ko'proq jarohat yoki og'riq berishimiz mumkin. Qimirlatmasligimiz uchun insonni og'riq bo'layotgan qismiga biz turli xil muz solingan xaltachalar bosib, mahkam qilib bog'lab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Muz xaltachalar agar insonning suyagi qon tomiriga jarohat yetkazayotgan bo'lsa, qon ketishini to'xtatishda va og'riqni oldini olishda, ya'ni og'riqni pasaytirishda qo'l kelishi mumkin. Qisib bog'lab qo'yish jarayonimizda esa qon tomirlarini siqib, qon o'tishini kamaytirishga erishishimiz mumkin bo'ladi. Bu holatlar qilingandan so'ng tezda tibbiy yordam ko'rigiga boriladi va bundan tashqari insonni ayrim holatlarda ko'krak qafasi jarohatlanishi mumkin. Ko'krak qafasi, ya'ni qovurg'alar jarohat olganda insonni mana shu suyaklarni umuman qimirlatmasligimiz kerak bo'ladi va insonni chuqur nafas chiqarishi so'raladi. Chuqur nafas chiqargandan so'ng biz uni qo'llarini ostidan mahkam qilib yuqori qismini bir mato bilan bog'lab qo'yishimiz kerak bo'ladi va ushbu bemorga yuza nafas olishi aytiladi. Bu holat ko'krak qafasimizni kamroq qimirlashiga ta'minlab beradi va insonning suyagi qimirlamasligini ta'minlaydi. Shu bilan birgalikda insonni boshqa harakatlar qilmasligi so'raladi. Bu esa shikastlanish va ko'proq jarohat olishni